Shahzoda haqiqiy ismi Sharifa Zilola Bahodirovna Musayeva. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizdan uzoqlashmang. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib ketishni unutmang. Eng tezkor, eng ishonchli va eng so'nggi ma'lumotlarni faqat bizning kanaldan topasiz. O'tkazib yubormang. 1979-yilning 28-iyul kuni tavallud topgan. 1980-yildan to 1987-yilgacha otasining Moskvada o'z ish faoliyatini yuritganligi sababli butun oila a'zolari bilan u yerda turishgan. 1987-yil Toshkent shahriga qaytib keldi. 5-sinfgacha u 80-o'rta maktabda tahsil oldi. Keyin esa 307-gimnaziya maktabiga o'tkazildi. Aynan shu yerda u Natalla Aziza Halilova bilan tanishib olgan. Shu yildan boshlab ularning do'stligi boshlangan. 1997-yilda u a'lo baholar bilan maktabni bitirdi. 1999-yili Kiyev davlat universitetiga kirdi. Lekin musiqa san'ati ustun olib, u o'qishni tashlab yubordi. Shu yili taniqli aranjirovkachi hamda bastakor Vagif Zokirov Zilola bilan Natellaga jonim guruhini tashkil qilish taklifini berdi. Birinchi 2 oy davomida o'tib ketadi deb nomlangan albomi yozib bitirildi. So'ngra yangi hitga aylangan Qarama ko'zlarimga deb nomlangan qo'shig'iga BVS studiyasi nomidan klip suratga tushirildi. 2000-yilda Jonim guruhi o'z ish faoliyatini tugatdi. 2001-yildan boshlab Tarona Rekord kompaniyasi Zilola Musayevaga o'z ish faoliyatini Shahzoda taxallusi ostida davom ettirishni taklif qildi. Bu kungacha Shahzoda Tarona Rekord kompaniyasi bilan ishlab kelmoqda. Rayhon bilan ijodda va hayotda haqiqiy do'st. 2023-yildan e'tiboran O'zbekiston faoliyatini boshlagach, yetakchi onlayn marketplace Uzum Marketning brend ambassadori sifatida tanildi.